Bismillahirrahmanirrahim. Bütün alemlerini yaratgan Allah Teala'ya hamd sanolar bo'lsin. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge salavatü durudlar bo'lsin. Ve hammalaringizda qilgan subhanahu ve Teala dargohida husni qabul etsin. Azizlar, xush kelibsizlar, qadamlaringizga hasanat. Sizlar bilan tashrif buyurgan bu makon, mana ko'rib turgan oq masjid, Masjidul Qiblatayn deyiladi. İki qiblali masjid. Bu keyingi nomi. Oldin bu joyda masjid bo'lgan, Rasululloh davrida bu hududda Banu Salama qabilasi yashagan. Masjidning nomi Payg'ambarimiz alayhisolamga Qur'oni Karimda Baqara surasida oyat nozil bo'lgan. Payg'ambarimiz alayhisolam shanba kuni kelib peshin namozini o'qiganlar. Aslida ilgari mana bu tomonga Quddusga qarab o'qigan. Quddusga qarab. Keyin Ka'ba mana bu tarafda, mana qibla. Payg'ambarimiz alayhisolam o'sha joyda peshin namozini o'qiyotgan vaqtda Payg'ambarimiz alayhisolamga yüzünüzü kıbleye qarab burib namoz o'qing degan oyati karima Baqara surasida nozil bo'lgandan keyin Payg'ambarimiz alayhisolam Quddusga qarab namoz o'qib turgan joylarda Jibril alayhisolam bu oyatni olib keladi. Shu joyni o'zidaroq Payg'ambarimiz alayhisolam egirilib bugurilib sahobalar o'rtasini yorib borib, o tomonga qarab Ka'baga qarab namoz o'qiydi. Nima uchun? Hamma payg'ambarlar Quddusga qarab namoz o'qigan. Qibla Quddus bo'lgan. Quddus qayda? Namoz o'qigan vaqtlarida mana Ruknul Yamoniy bor, borsangiz ko'rasiz inshaalloh. Ruknul Yamoniy bilan Hajarul Asvad burchagi bor, Ka'ba to'r burchak. O'sha Ruknul Yamoniy bilan Hajarul Asvad burchagini o'rtada ushlab namoz o'qigan, ya'ni qibla taraf o'sha Quddus tarafga qarab. Quddus bilan qarang Ka'bani jamlagan va qalbida qaniydi Ka'ba qibla bo'lsa deb Rasululloh alayhisalom nima qilgan edi? Niyat qilgan edi. Xudoy taboraka va taolo Payg'ambar alayhisalomning qalbini nima qildi? Qur'onda oyat qilib tushirib, qiblani Ka'ba qilib berdi. Mana shu masjidda bu tomonga qarab namoz o'qib turganda, o tomonga qarab o'qishlik haqida oyat nozil bo'lgandan keyin o tomonga qarab bugurilib namoz o'qidi. Shu uchun bu masjidning nomi nima deyiladi? Masjidul Qiblatayn. Ikki qiblali masjid. Kirsalaringiz shunday, mana qibla bu tarafda hozir. Chiqishda bunda yuqoriga qarasangiz mehrobcha qilib qo'yibdi. O'sha qibla bu tarafda bo'lganligini. Shu uchun bu masjidning nomi ikkinchi nomi Masjidul Qiblatayn. Oldin Banu Salama masjidi bo'lgan. Sabab bu joyda Banu Salama, ya'ni Salama degan bir qabila, yaxshi qabila yashagan. Payg'ambarimiz alayhisalom Masjidul Navaviydan chiqib shanba kuni kelib bu joyga ularni ko'rib namoz o'qib berganlarda, keyin Quboga o'tgan. Qubodan bu yoqqa kelgan. Shanba kuni Qubo masjidi bilan Masjidul Qiblataynga kelib, Payg'ambarimiz alayhisalom mana shu ansor sahobalarni ko'rib, ularga Allohning kalomini yetkazib, o'zining muborak so'zlarini yetkazib, shu joyda peshin namozini, unisida esa asr namozlarini o'qib berib yana qaytganlar. Chunki Rasulullohni nima qilardi? Sahobalar yaxshi ko'rardi, sog'inardilar. Lekin Madina ilgari azizlar, hozir Madina viloyati katta. Ilgari mana hozir Masjid Navaviyni ko'rdik-ku, hududini. Faqat shu joy Madina deyilgan. Shunday bu yoqqa chiqqandan o'zi sahro, cho'l degan. Faqat o'sha Masjid Navaviy hududi bor, harom hudud. O'sha joy Madina shahri bo'lgan. Qur'oni Karimda zikr qilinadi. Yasrib deb va Madina shahri deb. Bu Madina shahrining eski nomi Yasrib bo'lgan. Inshaalloh bu haqida yana ertaga Xudo xolasa Masjid Navaviyning tarixi va u joyda boshqa masjidlar tarixi haqida tushuncha beramiz. Hozir sizlar bilan esa kirib bu joyni ziyorat qilib 2 rakatdan tahiyatul masjid o'qib, asr namozini o'qib yana qaytib chiqamiz. Subhanaka Allohumma va bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuk. G'ufranaka robbana va ilaykal masir. Parvardigor, duolarimizni, ziyoratlarimizni, ibodatlarimizni qabul et. Gunohlarimizni G'ofurur Rohim sifating ila afv mag'firat qil. Bizlarni onadan tug'ilgan go'dak qanday bir gunohlardan pok bo'lsa, gunohlarimizdan poklagin. Duolarimizni ijobat qilgin. O'zingga, Rasulingga, kalomingga, muborak baytingga bo'lgan muhabbatlarimizni ziyoda qilib, bizlarni Allohim o'zingga yaqin, shaytondan uzoq qilgin. Zurriyotlarimizdan qori, qurra, olimi bu amallarni chiqar. Zurriyotlarimizni ham mana shunday Rasulimizni qadamjalariga kelib, ziyoratlar qilib, ibodatlar qilib olingni barchalarimizga nasibi muyassar aylagin. Va oxiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Bi rahmatika ya arhamar rohimin. Alloh qabul etsin. Endi bir rasm qilib qo'yasiz.